Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Navbatdagi darsimiz stimul sezgir polimerlar haqida bo'ladi. Demak, stimul sezgir polimerlar bu yuqorida sizlarga polielektrolitlar haqida ma'lumot beruvdik. Stimul sezgir polimerlar aynan mana shu polielektrolitik xossaga ega bo'lgan polimerlarni eng muhim namoyandalaridan, ya'ni eng muhim vakillaridan hisoblanadi. Demak, bugun biz ko'rib chiqadigan ma'lumotlar bu funksional polimer materiallar haqida tushuncha, stimul sezgir polimerlar, pH sezgir, termol sezgir va boshqa sezgir xususiyatga ega bo'lgan polimerlar haqida gaplashamiz. Demak, stimul sezgir polimer degani nima degani? Stimul sezgir polimer degani makromolekulaga bo'lgan tashqi muhit ta'siri natijasida qaysidir ko'rinishdagi javob reaksiyasi qaytara oladigan polimerlarga stimul sezgir polimerlar deyiladi. Xo'p, endi qanaqa tashqi ta'sirga qanaqa javob reaksiyasi bo'lishi mumkin? Misol uchun, tashqi ta'sir pH muhit bo'lishi mumkin, ya'ni e, eritma pH muhiti kislotali, kuchli kislotali, kuchsiz kislotali, neytral, ishqoriy, asosli, kuchli asosli, ishqoriy va hokazo bo'lishi mumkin. Va shunga qarab turib makromolekulani konformatsiyasida o'zgarish e, yuzaga keladi. Misol uchun, poliakril kislotani bir stimul sezgir polimerlarni vakili sifatida qaraydigan bo'lsak, poliakril kislota pH muhiti bir bo'lgan paytda eritmada poliakril kislotasi, misol uchun yoyilib turgan poliakril kislotasi birdaniga yig'ilib g'ujanak bo'lib, ana to'qiydigan ipga o'xshagan g'ujanak bo'lib to'p bo'lib qoladi. Uni sekin pH muhitini ko'tarib boradigan bo'lsak, a, poliakril kislota sekinlik bilan konformatsiyasi ochilishi boshlaydi. Demak, bu yerda ko'rib turibsizlarki, pH muhiti tashqi ta'sir, poliakril kislotani pH muhitiga o'zgarishiga nisbatan javob reaksiyasi konformatsiyasini, demak, g'ujanaklashishi yoki yoyilishi javob reaksiya hisoblanadi. Bunaqa polimerlar judayam muhim ahamiyatga ega. Misol uchun, pH muhitdan tashqari, demak, harorat ta'sirida ham polimerlarda turli xil o'zgarishlar bo'ladi. Yoki bo'lmasam quyosh nur tushishi natijasida, yoki bo'lmasam radio to'lqin natijasida, yoki magnit xossalarga ega bo'lgan, yoki bo'lmasam kimyoviy e, jarayonlarni sezish xususiyatiga ega bo'lgan stimul sezgir polimerlar mavjud. Aynan shular haqida demak gaplashamiz. Demak, polimerlarni tadqiq qilishdagi ko'radigan bo'lsak, o'zi odatda bir taxminan 20 asrni oxirgi e, choragini oladigan bo'lsak, ya'ni 80-yillar, 90-yillar oralig'ini oladigan bo'lsak, bu o'sha davrgacha polimerlardan asosan konstruksion materiallar sifatida foydalanilgan. Misol uchun, plastmassa, rezina, tola, plyonkalar, yelimlar va hokazo materiallar sifatida. 80-yillardan keyin ma'lum bir darajada funksional materiallar sifatida qo'llanilish boshlangan. Misol uchun, super absorbentlar, ionitlar, sapso materiallar, optik materiallar sifatida foydalanish boshlangan. 2000-yillarga kelib esa funksional materiallar tashqi muhit ta'siri o'zgarishiga qarab turli xil funksiyalari o'zgarishi natijasida ular stimul sezgirlik xususiyati aniqlanishi boshlangan. Bunday stimul sezgir xususiyatga ega bo'lgan polimerlar yana bitta nomi smart yoki aqlli polimerlar deb ham yuritiladi. Demak, butun dunyoda bugungi kunda eng elektronika, yuqori texnologiyalar rivojlanishi aynan aqlli smart polimerlar, ya'ni stimul sezgir polimerlar atrofida qurilgan. Bu aqlli dori vositalari deydimi, bu elektronika, smartfonlar deydimi, bu QLED, OLED ekranlar deydimi, bu yadro energetikasi deydimi, bu
misol uchun harbiy soha deydimi, bu farmatsevtika, har qanday sohada bugungi kunda stimul sezgir polimerlar eng muhim ahamiyatga ega bo'lgan polimerlar hisoblanadi. Demak, stimul sezgir polimerlar aqlli polimerlar deb aytdik va turli xil ta'sir reaksiyalariga qarab javob qaytaradi dedik. Va bular ma'lum bir darajada o'sha umumiy polimerlarga nisbatan bu stimul sezgir polimerlar a, ishlab chiqarish judayam miqdor jihatdan judayam kam dunyo bo'yicha. Misol uchun butun bir polimerlar taxminan 5-10% tashkil qiladigan bo'lsa, oddiy polimerlarga nisbatan qo'llanish spektr, ya'ni qo'llanish sohasi deyarli 10 baravar, 20 baravar ko'p hisoblanadi. Endi stimul sezgir polimerlar o'sha stimul sezish xususiyatiga qarab turib fizikaviy, kimyoviy, biologik stimul sezgir polimer bo'lishi. Misol uchun fizikaviy stimul sezgir polimerlarga bu haroratni sezib javob reaksiya qaytaradi. Yorug'likni sezib javob reaksiya qaytaradi. Magnit xossani sezib javob reaksiyasi qaytaradi. Elektr xususiyati sezib javob reaksiya qaytaradi yoki bo'lmasam radioto'lqin sezib javob reaksiya qaytaradi va hokazo. Demak, keyingisi kimyoviy stimul sezgir. Kimyoviy stimul sezgir polimerlar bular a, kimyoviy sharoiti, xususiyati, sistemani o'zgarishiga qarab javob reaksiya qaytaradigan polimerlar. Misol uchun pH sezgir polimerlar, oksidlanish, qaytarilish jarayonini sezuvchi polimerlar va hokazo. Keyingisi biologik stimul sezgir polimerlar. Biologik stimul sezgir polimerlar mana shu bizni organizmimizda mavjud bo'lgan barcha stimul sezgir polimerlar aynan mana shu biologik stimul sezgir polimerlar. Ya'ni misol uchun qand sezuvchi, ya'ni glyukoza sezuvchi yoki bo'lmasam ferment sezuvchi xususiyatga ega bo'lgan polimerlar aynan stimul sezgir polimerlar hisoblanadi. Endi agar bitta polimerda bir vaqt o'zida ham kimyoviy ham biologik e, stimul sezgir xususiyati bo'ladigan bo'lsa, bunaqa stimul sezgir polimerlarga dual stimul sezgir polimerlar deyiladi. Agar polimerda bir vaqtning o'zida 3 dan ortiq stimul sezgir xususiyat kuzatiladigan bo'lsa, misol uchun pH sezgir, termosezgir, a, ferment sezgir, magnit sezgir, yorug'lik sezgir bo'ladigan bo'lsa, bu xususiyatli, ya'ni polimerlarga multistimul sezgir polimerlar deb yuritiladi. Endi pH sezgir polimerlarga keladigan bo'lsak, pH sezgir polimerlar asosan tarkibida kislota asos xossa saqlovchi funksional guruhlar. Boya yuqorida oldingi o'tgan demak video darsimizda aytib o'tgandek, demak polielektrolitlar, ya'ni tarkibida ham kislota guruh ham asos guruh saqlagan polimerlar polielektrolitlar hisoblanadi. Demak, bu yerda ham xuddi shunaqa kislota va asos guruh saqlovchi polimerlar bular pH sezgir stimul xususiyatga ega bo'lgan, ya'ni pH o'zgarishini sezadigan polimerlar qatoriga kirar ekan. Misol uchun poliakrilatlar va shunga o'xshagan poliakrilik kislota hosilalari yoki bo'lmasam aminlar, poliaminlar bular o'sha pH sezgir xususiyatiga ega bo'ladi. Endi pH sezgirligini qayerdan bilsak bo'ladi? Boya yuqorida aytdim. pH sezgir holati mana misol uchun kislotali muhitda polimer demak dissotsiyalanmaydi. Dissotsiyalanmagani uchun polimer g'ujanak holatda turadi. Asosiy sharoitga o'tgandan keyin, ya'ni pH muhiti oshishi bilan makromolekular tarkibidagi kislota guruhlari dissotsiyalanib, mikromolekularda manfiy zaryadli ionlar guruhlar ko'payish boshlagan sari manfiy zaryadlar nima qiladi? Bir-biridan qochishni boshlaydi. Ana o'sha bir-biridan qochishni boshladi. Mana bu g'ujanak shaklda turgan makromolekula sekin bir-biridan qochishni boshlash natijasida bunday yoyilgan konformatsiyaga o'tadi. Yoki bo'lmasam poliasoslar amino guruh hisobiga, misol uchun pH muhiti qancha katta bo'lsa shuncha g'ujanak bo'ladi. pH muhiti qancha kichiklashgan sari bu yerda ham ammoniy kationi hosil bo'ladida, demak musbat zaryadlar bir-biridan qochish natijasida makromolekular maksimal yoyilish xususiyatiga ega bo'ladi. Endi poliampolitlarni ko'radigan bo'lsak, poliampolitlarda bir vaqt o'zida ham kislotali ham asosiy holatni sezishi mumkin. Misol uchun neytral holatda, demak kamdan kam holatda
konformatsion xususiyati o'zgaradi, ya'ni konformatsiyalar ochiladi. Kislotali sharoitda amino guruh hisobiga, asosli sharoitda kislota guruh hisobiga, demak, konformatsiya ochilish sodir bo'ladi va buning natijasida o'sha poliomiyelitda kislota ham asos xossasiga ega ekanligidan dalolat beradi. Endi kimyoviy sezgir polimerlarga misol aytadigan bo'lsak, kimyoviy sezgir polimerlar asosan oksidlanish, qaytarilish jarayonini sezish xususiyatiga ega bo'lgan polimerlar kimyoviy sezgir polimerlar hisoblanadi. Bular tarkibida o'sha a, disulfid guruh yoki nitroksid guruh yoki shunga o'xshagan qaytaruvchilik xususiyati, oksidlovchilik xususiyati saqlagan, funksional guruh saqlagan polimerlar, demak, oksidlanish, qaytarish, ya'ni kimyoviy sezgir polimerlar hisoblanar ekan. Xo'p, endi termosezgir polimerlar asosan o'sha harorat o'zgarishiga qarab konformatsiyasi g'ujanaklashib ochilish xususiyatiga ega. Bunday polimerlar odatda erishni yuqori va quyi kritik haroratga ega polimerlar hisoblanadi. Misol uchun, erishni quyi kritik harorati degani ma'lum bir haroratdan pastda polimer eriydi, ma'lum bir haroratdan yuqorida polimer erimaydi. Demak, bu holatda nima bo'ladi? Polimer past haroratlarda o'sha funksional guruhlar orasidagi ta'sirlash yo'q holatda konformatsiyasi ochiladi. Ma'lum bir haroratdan yuqorida esa u funksional guruhlar orasida ta'sirlash kuchayapti. Demak, bir biri bilan jipslashish orqali, ya'ni tortishish orqali, demak, yuqori haroratlarda erish xususiyatini namoyon qiladi. Misol uchun, erishni, ya'ni termosezgir polimerga polien izopropil akrilamidni misol qilib olish mumkin. 32 gradus Selsiyadan yuqorida g'ujanak holatga o'tadi, 32 gradus Selsiyadan pastda, demak, yoyilgan konformatsiyaga o'tadi. Va boshqa termosezgir polimerlar: polien izopropil akrilamid 12 gradus Selsiy, polien N diakrilamid 26-35 gradus Selsiy, polien N dimetil aminoetil metakrilat 50 gradus Selsiyni sezadi. Ya'ni o'sha haroratda o'zgarishi bilan, demak, erish xususiyati o'zgaradi. Polien L gidroksimetil propil akrilamid bu ham erishni ma'lum bir termosezgir xususiyatga ega bo'lgan polimerlardan hisoblanadi. Endi hop, bir vaqtni o'zida boya yuqorida aytib o'tdik, multisezgir xususiyatga ega bo'lgan polimerlar ham bor dedik. Mana multisezgir polimerlarga keladigan bo'lsak, mana kimyoviy sezgir xususiyatga, ya'ni pH sezgir xususiyatga ega bo'lgan guruhlar bor, termosezgir guruhlar bor, va shunga o'xshash, demak, funksional guruhlar saqlagan polimerlar dual yoki multistimul sezgir polimerlar hisoblanadi. Boya termosezgirlik xususiyatini aytdik. Ma'lum bir haroratdan pastda gidrofil guruhlar, demak, bir-biridan qochishi natijasida makromolekula yoyilgan holatda bo'ladi. Ma'lum bir haroratdan yuqorida gidrofil guruhlar, demak, bir-biriga yaqinlashib, demak, ta'sirlashi orqali gidrofob devor hosil bo'ladi va shuning natijasida g'ujanak hosil bo'lib, erishi deyarli sodir bo'lmaydi. Keyin harorat sezgir polimerlar bilan birgalikda, demak, yorug'lik sezgir polimerlar ham mavjud. Demak, ma'lum bir yorug'lik darajasini o'zgarishiga qarab makromolekula konformatsiya va izomeriya holatining o'zgarishiga qarab turib makromolekula, demak, o'zini holatini o'zgartiradi. Mana misol uchun ko'radigan bo'lsak, qorong'i holatda, demak, aromatik guruhlar bir-biriga ochiq zanjir orqali birikadigan bo'lsa, yorug' holatda mana aromatik guruhlar yopiq sikl orqali birikkanini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu yerda alken guruh bilan gidroksil guruh o'rtasida ta'sirlashish natijasida yopiq sikl hosil bo'ladi va buning natijasida makromolekulani nimasi kichiklashadi. Ya'ni o'lchami, uzunligi kichiklashadi va shuning natijasida makromolekula o'zidan o'sha tasvirni ko'rsatmasligi xususiyati sodir bo'ladi. Bunaqa polimerlarga suyuk kristal polimerlar, suyuk kristal materiallar deb ham yuritiladi.
Mana ko'rishimiz mumkin, suyuq kristal materiallar ma'lum bir haroratlarda, ma'lum bir darajada sezish xususiyatiga ega bo'ladi. Endi bu suyuq kristal materiallar asosida, ya'ni yorug'lik sezgir polimerlar asosida turli xil tasvir ko'rsatuvchi ekranlar, misol uchun oldin LED ekran bo'lardi, undan keyin OLED ekranlar paydo bo'ldi, undan keyin QLED ekranlar. Bular hammasi mana shu yorug'lik sezgir xususiyatiga ega bo'lgan polimerlarni sezish xususiyatiga, ya'ni yorug'lik sezish xususiyatiga ega bo'lgan polimer materiallari asosida tayyorlangan materiallar hisoblanadi. Mana multisezgir polimer materiallarga keladigan bo'lsak, mana magnit sezgir xususiyati bor, pH sezgir xususiyati bor hamda yorug'lik sezgir xususiyatiga ega bo'lgan polimerlar. Bir vaqt o'zida bitta polimerda, demak, 3 va undan ortiq stimul sezgir polimerlar uchraydi. Demak, bu e, stimul sezgir polimerlar haqida umumiy ma'lumot edi. E, Qanday qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, kommentariyalarda yozib yuborishingiz mumkin va imkon boricha u savollarga javob qaytarishga harakat qilamiz. Keyingi darslarda uchrashguncha salomat bo'ling.